Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Hozir sizlar bilan Rizo Driver ilovasida qanday qilib to'g'ri ishga chiqishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shaxsiy hisobimiz faollashtirildi. Bizda quyidagicha oyna ko'rinib turadi. Bundan liniyaga chiqish tugmasini bosamiz va bizda endi mana bunaqa oyna ko'rinadi. Ishga chiqishingizdan oldin o'zingizda qanaqadir tanish mijozingiz bo'lsa, aynan o'sha mijozingiz o'tirgan o'rindiqni band qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizni yoningizda o'tirgan o'rindiq band bo'lsa, bunga bosasiz va erkak va ayol jinsini tanlaysiz. Bu yerdan erkak kishi bo'lsa, misol uchun erkak kishiga bosamiz. Bo'ldi. Yoningizdagi o'rindiq band bo'ldi. Endi orqadagi ikkita o'rindiq bo'sh bo'ladi. Endi asosiy yo'nalishni tanlab olamiz. Misol uchun men Qo'qon shahridan turib Toshkent shahriga bormoqchiman. Bu yerdan turgan manzilimni kiritamiz. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri tanladik. Endi Toshkent shahri. Bu yerdan Toshkent shahrini bosamiz. Tayyor. Mashina o'zi tanlangan, shunchaki liniyaga chiqish tugmasini sursak bo'ldi. Yuqorida asosiy yo'nalish va uni yonida qalamcha turibdi. Bu qalamcha o'zi nimaga kerak? Agar siz liniyaga chiqqaningizdan keyin sizga ilovadan tashqari qanaqadir yana mijoz chiqadigan bo'lsa, aynan shu qalamchani ustiga bosib, o'sha mijozingiz band qilgan o'rindiqni band qilib qo'yishingiz shart. Bu sizda mijoz olishingizga yana ham ustunlik beradi. Ilovadan olingan odamingiz uchun joyni band qilish shart emas. Ya'ni ilovani o'zi avtomatik tarzda joyni band qilib qo'yadi. Endi saqlash tugmasiga bosamiz. Siz liniyada turibsiz. Endi ilovani o'zi sizning yo'nalishingizga mos mijozlarni ko'rsatadi.